Her gün o'xshash tamoqlarni yetib yeyvermay, menga o'xshash shorim tayyorlab yeb beqinglar do'stlar. Ta'm tilinglar qoldi. Itli suli mintayin oddiy birlikka so'z o'rganib olaysiz. Avval buni xamirini tayyorlab olaylik. 500 gram unga 2 gram tuz, 3 gram ximir turush, 5 gram shakar silib, xamirni bo'shroq qilib xamir yug'urib tayyorlab olamiz. Diqqat qildiganlar xamirga yaxshilab videoda ko'rsatgan bo'yicha 15 minut atrofida tindirib olamiz. Her gün muşnun o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni o'tyapman. Qo'llash ustidan bir taz yurakni besib etib ko'rsanglar, qo'llig'ingizlarga rahmat. Undan keyin xamirimizning cho'ng kichikligini o'xshash qilib zo'li qilib olamiz. Taxminan 5 minut tindirib olgandan keyin videoda ko'rsatgandek nippiz holatda yeb tayyorlab olamiz. Xamirning nippiz qalinligini videoda ko'rsatgandek mush holatda nippiz tayyorlab olsanglar bo'ldi. Undan keyin tiytuz kelgan qozonning ustiga qo'yib, lam oldikayni sarg'aytib pishirib olamiz. Mayli sog'lam bo'ldi, maylimi sog'lam bo'ldi. Mana mush holatda pishirib olsanglar bo'ldi. Muşnun o'xshash oil taomlarini texnik tafsili o'rganmoqchi bo'lsangiz 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsikimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz Undidar Nazi 7733 ekran studi numeri shu. To'qning mayda go'shiga azroq tuz, ahmush, azroq lovchi qo'yib tekshirlashtirib tamlantirib olamiz. Qazan azroq may qo'yib sinjang samsaq so'ng piyozni silib qo'rib olamiz. Undan keyin hozir tamlantirib olgan to'q go'shtni silib, cho'ng stamning issiqlik energiyasi 0 bo'lgan samsaq qizilmish qiyomidan 2 qo'shq atrofni silib etamiz. Cho'ng stamning cho'ngligi bor, ismidillam chiqib turdi, maysiz do'stlar. O'riqlayotgan do'stlarimizning eng yaxshi tanlashi bo'la oladi. Undan keyin azroq kunjut silib, ikkilashtirib lam taqsiga olsaq bo'ldi. Hamda nipizninimizning ustiga mush samsaqli qizilmish qiyomini surib, to'q go'shi, sabza, shansay azroq tarxamak silib, sap kunjut qiyomidimi azroq silib etamiz do'stlar. Texim yeyishlik pek o'xshaydi. Hamda bularni videoda ko'rsatgan bo'yicha turmakli olgandan keyin o'ttirdan 2 qilib lam iste'mol qilsak bo'ldi. Yaxshi ko'rsanglar fanchijang yoki shalajanglarni ustiga to'kib yeysanglar texim yeyishlik bo'lib ketadi. Qaranglar o'xshab ketganiga uydagilarga munda aytib beradigan bo'lsangiz ajoyib ishlar yechilib ketadi. O'rganib oldim.